Hop, 2026-yil 6-may mana paxtalarning holati. Xitoy paxtalar ekilgan. Endi bu yil asallar ham nima bo'ladi, nima yo'q. Kultivasiyalar op. Suv qo'yishga tayyorlashyapti. Ishlov berish boshlandi paxtalarga. Ham chiroyli bo'lib chiqyapti inshaalloh. Allohdan hammasi. Asallarlarda ham asalga Alloh baraka bersa hech gap emas. Endi paxta eng asallar olishga nima deydi? Muqobil tanlov. 1 gektaridan 500 kilo asal olinadi. Asalari oshqovoqda 300-350 kilo atrofida olinadi asal. Biz esa qo'ylarni boqyapmiz. Yaylov.